Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana navbatdagi darvozamiz Farg'ona Beshariq keldik. Mana yo'llari shivellar bo'lgan, ramkalar 8 ga to'rdan bo'lgan, cherpeyimiz cherpey 8 ga to'r bo'lgan. Mana cherpeysi stenkasi 1.7 nerjeveka qora. Ha buni lazerlari bor. Mana ikkinchi qavati lazer. Ularni 2 ga 2 dan qilganmiz. 2 ga 2. Xudo xolasa 2 ga 2 dan 1.7 stenka qo'yganmiz. Ruchkalarigacha bor. Mana ruchkalarning ustiga ham nerjeveka qo'yganmiz. Ustiga ham tomon 10li shivellar bo'lgan. Tepasi 10li profil bo'lgan. 10 ga 5, hop. 1.8 list bo'lgan. Agarda kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran tagida nomerlarimiz bor, telefon qilishingiz mumkin. Agar o'zingizni qiziqtirgan savollar beradigan bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz, to'liqroq javob berishga harakat qilamiz. Biz har safar bitta o'rnagan darvozani video qilib qo'yib boramiz. Ko'rib turgan darvozangiz mana ko'rib turgan darvozangiz orqa tarafi, orqasi ham xunuk emas, chiroyli tikslis bo'lgan. Sentr ruchka, zubir zamov bo'lgan. Bunisi mana pachimnilari bor. Pachimnili sharlar qo'yganmiz. Hatto kichkinasiga ham pachimnili qo'yganmiz. Eshik ochilib yopilishiga qiynalmasligi uchun mana ochilib yopilishi yengil. Mana o'zi ikkinchi darvozamiz, ikkinchisi garajga bo'lgan. Bitta uy. Bir tomoni bo'lsa mana bunisi garajga bo'lgan. Ikkalasi ham bir xil ko'rinishda, bir xil sifatda chiqqan. Buni kichkina eshigi yo'q. Tashqariga ochiladigan bo'ldi, garajligi uchun tashqariga ochiladi. Salafonlarni ham hali olmaganmiz, nerjevekani. Chizilmasin deb sifatiga. Buni xohlasangiz yaltirog'i ham bor, yaltiroqlarni ham qo'yib beramiz. Buni chultoq ko'rinishdagi nerjevekalarimiz bor. Agarda videomiz yoqsa, like tugmasini bosib qo'yasiz. Darvoza olmoqchi bo'lganlarga yuborib qo'yamiz. Narxi keladigan bo'lsa, bu narxi 1.300.000 dan 1.600.000 gacha narxlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.